Akalar salom, buyurtma asosida Anvar akamizga Leap Motor C16 26 modelini olib kelib berganmiz. Yo'lda kelayotgan mashinaga akamiz to'lov qilgandilar. Aka, assalomu alaykum bor. Xudo xolis yo'lda kelayotgan mashinamiz to'lov qilgandilar. Mashina necha kunda keldi aka? 15 kunda kirib keldi aka. 14 kunda va'da beruvdingiz. 15 kunda kirib keldi. Bir kun plyus minus, to'g'rimi? Plyus minus. Agar kech qolganda ham rozi bo'larmisiz aka? Kech qolganda rozi bo'lardim aka. U Allohning qadari, meni rizqimga yozilgani bo'ladi. Qadar-qadarimga rozi bo'laman. Men haqiqiy mo'min shunaqa bo'lishi kerak deb hisoblayman. Shu gapingizga ham rahmat. Agar sizlarga ham buyurtma asosida kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Zavoddan olinadigan bo'lsalar aka, bir oy zavoddan chiqishiga, bir oy dastavkasiga xudo xolisa 2 oyda olib kelib beramiz. Agar yo'lda kelayotgan to'lov qiladigan bo'lsanglar, 30-35 kunda kutish sharti bilan xohlagan to'lov usulida xohlagan mashinalarni olib kelib beramiz. Qatga mashinaga pul to'lashni bilmay yurgan patkichalarga ikki og'iz motivatsiya beryapsiz. Jahon Motors kompaniyasi haqida fikrlaringizni aytvorsiz aka. Aka, men sizni profillaringizni kuzatdim. Odamlarga olib kelib berayotgan mana shunaqa videolaringizni ko'rdim. Allohga tavakkal qildim. Allohni payg'ambarimizni ko'rmasdan turib yaxshi ko'ramiz, ishonamiz deb borligiga. Sizga ham bandasiz o'sha videolaringizdan kelib chiqib bitta tekshirdim o'zim uchun, ishonch bildirdim, bo'ldi, to'lov qildim aka. Ming rahmat, mehnatingizga rozi bo'ling. Yaxshi kunlaringizga bersin. Oshna-og'aylarga tavsiya qilib turasiz degan. Bo'ladi aka. Hammaga tavsiya qilaman, akamlarni, akamlar ham shu sohada tirikchilik qilayotgan ekanlar. Avvalambor topgan tutganingizga baraka bersin. Nimadir zaddeshga, nimadir bo'lib qolsa, xafa bo'lmanglar, u sizlarning qadaringizga yozilgan narsa bo'ladi deb hisoblayman. Bu meni fikrim. Agar noto'g'ri gaplarim bo'lsa, uzr so'rayman. Mashina necha pulga oldingiz aka? Shu joyini ham ayting. Arzon aka. 32300 ga mashinaga to'lov qildilar, pat qiluvchi holatda olib kelib berdik. Akamiz mashinaga to'lov qilganlardan keyin kimdir aytdi, "Rastomosh bunaqa deb, akalar biz pat qiluvchiga narx oldingmi? Pat qiluvchi qilib mashinani olib kelib beramiz." Hech qanaqa samniy qilmasdan Allohga tavakkal qilib to'laylar. Yaxshi niyatda ish boshlaganmiz, yaxshi niyatda olib kelib beramiz. Videoga bitta like bosing, kommentariyada eng chiroyli tilak bildirganlarga kamida shunaqa mashinalar nasib qilsin. Bu videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan tanishlarga borib qo'yinglar. Jahon Motors yaxshi kunlarda xizmatda. Sog' bo'lasizlar.